O'zbekiston fuqarolari eng uzoq vaqt vizasiz yurishi mumkin bo'lgan davlat bu Gruziya. 1 yil vizasiz yurishi mumkin O'zbekiston fuqarolari. Faqat aeroportga kirayotgan paytda sug'urtani hozir majburiy qilib qo'yishdi. Ba'zan savollar bo'ladi. Qaytishga bileting bormi? Yashashga puling bormi? Otel bron qilganmisan degan savol-javoblar ham ko'p bo'ladi. Agar shu savol-javoblardan o'ta olmasangiz, O'zbekistonga qaytarib deport qilishadi. Bunaqa holat juda ham ko'p bo'lyapti so'nggi paytlarda. Gruziyaning yana bir noqulay, yomon tomoni bu bizni O'zbekistonni Gruziyada elchixonasi ham, konsulxonasi ham yo'qligi. Gruziyani O'zbekistonda elchixonasi bor, lekin bizniki bu davlatda yo'q. Agar siz Gruziyada pasportingizni yo'qotib qo'ysangiz yoki qanaqadir hujjatlarni apostil qildirish kerak bo'lsa, unda siz Ozarbayjon Bakudagi elchixonamizga murojaat qilishga majbur bo'lasiz. Bakudagi elchixonamizda konsullik xizmatlari ham bor. Pochta orqali yozishasiz, deylik pasport yo'qotib qo'ysangiz, O'zbekistonga qaytish guvohnomangiz pochta orqali kirib keladi. Xabaringiz bor. Pasportingiz yo'qolsa, O'zbekistonga qaytish guvohnomasi bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonga o'tishingiz kerak bo'ladi. Ish masalasiga kelsak, Gruziyada ishlayotgan yurtdoshlarimiz bor. Anchagina topiladi. Men o'zim shaxsan restoranlarda ko'rdim ishlayotgan yurtdoshlarimizni, barmenlik qilayotgan yoki o'sha ofitsiantlik qilayotgan, oshpazlik qilayotgan yurtdoshlarimizni ko'rdim. Taksichilik ham qilishyapti deyishdi, lekin hali men uchratmadim taksichilik qilayotgan yurtdoshlarimizni. Qoida bo'yicha agar adashmayotgan bo'lsam, Gruziyada ishlash uchun qonuniy siz O'zbekistondan Gruziyaga ishchi viza bilan borishingiz kerak. Ya'ni siz agar turistik viza bilan borsangiz 1 yillik, u bilan ishlash mumkin emas. Meni qonun bo'yicha tanishganimdan. Ishlashga boradiganlardan ko'ra dam olishga boradiganlar juda ham ko'p O'zbekistonliklar orasida. Batumi, o'sha Tbilisi, yana boshqa shaharlar ham bor, chiroyli. Borjomi bor masalan. Sayohat qiladigan yurtdoshlarimiz rosa ham ko'p. Pul masalasi bu yerda valyuta ayirboshlashda hech qanaqa muammo yo'q, bemalol almashtirishingiz mumkin. Ko'chada ham uncha tekshiravermaydi, to'xtatavermaydi, chunki asosan sayyohlar keladigan shahar ikkalasi ham, Tbilisi ham, Batumi ham. Meni bilganlarim hozircha shular. Qo'shimcha bo'lsa izohda yozib qoldiring.